Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' omonmisizlar. Mana bugun Xudo xolasa mehnatlarimizni mevasini har kuni ko'ryapti desam ham bo'ladi. Endi jicha dilim xarab bo'lib turuvdi. To'g'risi, kecha nechinchi cheslada edi? 25-cheslada olingan videolarim, syomkalarim va 24-dagilar o'chib ketibdi. Endi meni ko'rayotgan bo'lsalaring, Xudo xolasa boshqatdan tushib berasizlar inshaalloh. Mayli, shu hozir shu holatda ham Masha akam kelibcha kayfiyatimni ko'tardi desam bo'ladi. Bilasizlar azizlarim, salomatlik o'sha ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni men faqat sizlarga ilinib kelyapman. Mana shu kunlarda uni qadriga kim yetadi? Faqat tanasida dard bilgan inson. Shu akam masalan mana ikkinchi guruh nogironliklari bor edi. Bizni oldimizga kelganida to'g'risi yurolmaydigan ahvolda kirib kelgan edi. Dot og'riqlar bilan. Va ularda grija, belda grijalari bor edi. Mana shu oyoqlarini endi borka bukolmasdi desam ham bo'lar edi. Yana undan tashqari prostatasida kista ham bor edi. Shularga mana chiroyli qilib lecheniyalarni qilib berdik. Allohning izni bilan mana 3 oy iste'molini qilib, hozir tanasida o'sha dardlarni yo'qotib keldilar. Endi qolgan tomoniga remontga o'tdik. Xudo olsa mana nima bo'lganlarini akami o'zini og'zidan ham eshitasiz. Masalahasini gapirib berdim. Akajon, xush kelibsiz. Bitta o'zingiz haqingizda shu kasalligingiz haqida ma'lumot bering, shifo topganlaringiz haqida. Chunki bizim aytib obunachilarimizga juda ham qiziqda. Ko'rib turishadi, meniki o'xshagan kasalliklar bormikin, chiqarmikin deyishib. Avvalo assalomu alaykum. Mana Hoji akamning oldilariga kelganimda mana bu simalama mevadan berishdi. Oq qizilidan. Shu eng kuchlisidan bergan. O'shadan men 2 oy ichganman, 2 oy nima qilganman. Hozir belda, meni belimda nima bor edi? Grija bor edi. Hozir grija yo'q. Grija yo'q, og'riqlar yo'q, oyoqlar yaxshi, mana tizzalar ham yaxshi. Keyin kistacha bor edi, prostatada. Prostatada o'sha ham yo'q. O'sha ham yo'q. O'zimni yaxshi sezyapman, juda nima qilyapman. Avvalambor sizga rahmat. Rahmat. Allohimdan shukr, men sizning oldingizga misol uchun nima qilib kelganman, ixlos qilib kelganman. Allohga shukr, mana rahmat. Menga davo berganiga shukr qilaman Allohdan. Rahmat. Hammaga shifo tilayman. Amin. Sizlarga sizni ham umringizga uzoq umr, taningizga doim sog'lik, amin. Muhabbat joyda. Niyat qilsangiz, o'sha niyatlaringga Allohim yetsin. Hammamizni amin. Allohim shifo bersin. Ilohim. Kelgan noumid bo'lmasin ilohim. Qarang aka, hamma kasallarga Allohim shifo bersin. Rahmat aka. Shu dard bilan qancha qiynaldingiz aka masalan mana? Anchadan beri. Uzoq istoriya bu. Uzoq istoriya. Endi qancha bir 10 yil, 15 yil bormi aka? Ancha bo'lgan. Qiynalib yurgansiz. Haqiqatan akam bugun mana to'g'risi oldimda bir halovatda o'tiribdi. To'g'risi men oldimga kelganda og'riqqa chidalmasdan o'tirgan edi. Men o'z ko'zlarim bilan kelibsiz shu akamni ko'rganman. Hozir aka juda ham ko'rdim, holatingiz zo'r. Endi aytdingiz, endi aka u tomonlarda ham sal lecheniya qilaylik, baxt tomon nima qilaylik dedi. Davom ettirib qo'ysa bo'lmaydimi desam, yo'q dedi, o'zi bo'ldi. Menda grija degan narsa umuman yo'q deyapti. Og'riq даже his qilmayapman deyapti. Oyog'imda ham kerak bo'lsa deyapti. Menga dedi shu bitta tomonga qilib bering dedi. Mayli akamga dedim, bitta vulqon asalda mana men sizga xulosa shifo topib zo'rib qolsa aka, mana shu narsa men zakaz spes qilib tayyorlatdim, bilasiz. Eng zo'r narsa mana siz uchun mana shu narsa. Mana asablarimga ham jicha shu choylardan ozgina kerak degansiz, uyqularim ham zo'r bo'lsin deb, mana endi bu ham sizga Xudo xolasa, asha. Endi akami bor-ku, endi sekin remont qilib boringki 100% ga yaxshi chiqamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa, oldingi holatiga qaraganda necha foiz mana o'zgarish aka? Ancha yaxshi. Qancha masalan mana 70-100 bormi yo 80? Ancha. Endi odamlar ishonadimi, ishonmaydi, o'zlariga havola-yu. Juda yaxshi. Juda zo'r. Mashalloh aka. Men juda ham xursand bo'ldim azizlarim. Mana ko'rib turibsizlar, biz sababini qilib beramiz. Avvalo ixlos bo'lsin. Ixlos bu yarim shifo. Shuni bilib olinglar azizlarim. Masalan, men sehrgar emasman, bunday qilib turib qo'yib davolab qo'yadiganda, men faqat sababini qilib beraman. Shu narsani bunday miyaga singdirib, meni oldimga kelishga harakat qilinglar. Kelib turib menga masalan savol bermanglar. Mana shuni ichsam tuzalamanmi, vaqtdan yutqizib qo'yaymanmi degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, men gapni ochig'i qaramayapman-da. Hammasi shuni bilaki Allohdan bilib olinglar. Mana shu inson mana komil shifoda topib kelyapti. Azizlarim, shuni bilib olinglar. Mana shunaqangi videolarni qanchasini qo'yyapman. Mana hammasini kelayapsa shu insonlar gapirib beryapti. Mana shuncha amakivachcham, shuncha ammavachchalarim yo'q-da, bunda o'ylab qarasan, shuncha qolamam yo'q. Siz So'xdan bo'lasiz, mana Farg'ona tumani So'xdan bo'ladi bu akamlar. Mana So'x o'sha rayonidan kelib, mana Allohga shukr shu yerda mana komil shifo topib ketyaptilar. Aka, juda ham xursand bo'ldim. Endi meni haqqimga bitta chiroyli duolarni qilinglar, mana sovg'alarimni olib keting, Xudo xolasa. Ilohim amin. Avvalo Alloh hammaga shifo bersin. Hammamizni niyatlarimizga, sizga ham uzoq umr, sizga siyat,
ular 100 dan ham o'tib ketdi. Amin, amin, amin. 100 yoshda ham xalq xizmatini qilaveraylik. Hammamizga Allohim uzoq umr, tansihat. Amin. Hammamizni orzu niyatlarimizga yetaylik. Amin. Sizlar nima orzu qilganingiz bo'lsangiz, orzularingizga yeting. Amin, amin, amin. Ilohim, Parvardigorim, shu yerga mana Allohim shu bandang keluvdi, mana shifolarni izlab sababini qilib, sendan duolar qilib so'radik, mana komil shifolar ato etyapsan ekan. Allohim, mana shu akama Allohim butunlay dardlardan forig' qilib tashlagin. Tani jonlarida to'rmunjilarni sog' qilgin, faqat halovati, sakinati bo'lsin. Oilasini baxtiga, farzandlarini baxtiga to'rmunjasini sog' qilgin. Mana shu akamiz qatori qolgan mana shu yerga kelayotganlar va kelib ketayotganlarga o'zingni fazli karomating, rahmating bilan komil shifolar ato etgin. Shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni bizga ro'zai nasib aylagin. Rabbina atina fid dunyo hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatiki ya arrahmanir rohim. Rahmat, salomat bo'ling. Azizlarim, rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa hali yangilikni, zo'rlarni ko'rib borasizlar. Salomat bo'linglar. Yana ko'p kelamiz. Xudo xolasa, rahmat aka. Bo'ldi mana. Rahmat. Akimga sabr. Xudo xolasa mana ularni iste'mol